Yıl sonunda sizlarni men kampot, meni bugun kayfiyatim juda a'lo chunki bugun pulimni olsam yangi narsalar sotib olamiz. O'zi hozir menga qancha pul bor ekan? 16 ming bor ekan o'zi. No, yetmaydi lekin hozir ulardan pul olsak, janob mer oyligimizni beradi, biz keyin pulimiz yana ko'payadi. O'zi kommentariyga yozib qo'ying, munoyat pullarni topamizmi yo'qmi? O'zi men unda ishlarimni boshlasam bo'ladi, mana bular olamiz, ekinlar olamiz va janob merga o'zi mana bu telefonni ham olamiz. Ana o'zim urib turaversin. Endi biz ketdik. Janob mernikida oyligimizni olib kelaylik. Xo'sh, qani ekan? Janob mer, men keldim, eshikni oching. Janob mer, uyga yo'qmi deymanda? Janob mer. Yo'qmi? Manimcha uyga yo'q hech kim. Qayerga ketishi mumkin? O'zim kirib ko'ray. Yo'qmi? Yo'q. Janob mer yo'q ekan-ku. To'xtangda telefon qilib ko'ramiz hozir. Juda ketyapti. Alo. Janob mer, yaxshimisiz? Men oyligimni olgani kelgandim. Nima bermaysizmi? Voy rahmat, yaxshimisan? Meni prezident chaqirib qolgandi. Saharga ketgandim o'zi. Hozircha oyligingni berolmayman. Kechirasan. Joyini aytsangiz o'zim olaman. Shkafga turibdi, o'zingga 35 tani oldiga qo'yganni indaman. Sandiqqa yo'q ekan. Janob mer, sandiqqa yo'q ekan pulingiz. Bilmadim, yo'qmasanda pullar turaylik, daftar turadigan joyga qarab ko'r. Xo'p, mana bu yerga ekan. Qani ekan mana bu yerga? Hot-dogmi? Yo'qmi, yo'q, saqqa tiqib qo'yibdi hot-dogni. Yo'q-ku. Mana oy. Bu nima ekan? Yo'q. Kuchli narsa ekan lekin joyiga qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerni ko'ramiz. Naqadar daftar. Bu nima ekan? Nima bu jetil rangi qizil? Meniki ham X. Bu jetilniki asl endi o'tiribdi. Nima bunday ekan? To'xtanglar, nimaga bunaqa ko'raylik. Mana bu daftar ichida meni mumkin emas degan bu degani bizni haydamoqchi degani. Yo'qmi, nima qilaman endi? Janob mer nega meni haydamoqchi? Mana bu yerni oldim. Nima qilgandim, eslashim kerak. Hozir eslaymiz. Nima qilib qo'ydim men? Kampot, men uyimda nima qilding? Yoqyapsan-ku. Janob sen kampot, uyim yonib ketdi. Men nima qildim? Kechirasiz. Yo'q. Bu ham emas. Bunga haydamaydi. To'xtanglarda, men nimaga men aynan? Yana bitta jetil yo'q. Uni uyga borib ko'ramizmi? Uni oldiga borib ko'ramiz. Ketdim men. Uni oldiga borayda. Yana bir ko'rayda. Karishni rangni. Karishni jetil, anisan jigarrang jetil. Jetil, bu qara. Kampot, nima bunday olib kelyapsan? Janob merga yomonlik qilmadingmi oralarda? Yo'q, tushundimsan kampot, men ularni his qilmadim hali. Buni qara, men jetilni uydan mana buni topib oldim, janob merni uyidan. Onati, ko'rdingmi, sendan so'rayapman, bularni his qilmadingmi? Bittasi qilib qo'yardim, xolos. Mana bu yerga kelib qo'yamiz. Janob mer bu yerga yopishib qoladi. Ana shunaqa bo'ladi, janob mer. Hozir buni yopishtirib olamiz. Mana bu yerni asta-sekin bu yerga o'tishimiz kerak, tushunursan. Janob mer yopishib qolsin. Mana bu yerga eshikni qo'yarmikan, ochiq. Kimdir kiribdimikan? O'zim mana bu nima edi bu? Men oyog'im kiyilib qoldi, tushunursan. Nima bo'lyapti? Oyog'im yopishib qoldi. Tushunursan.
Sen chinnimisan? Jonon meniyam polni ikkilaylaydimi? Jambol, senam mendan battar ish qilgansan. Sen ataynab o'lgansan, men bilmay turib o'qib yuborganman, o'zi yonib ketgan. O'z indamay yuramiz, nima ham uramiz. Biz endi sinovdan haydalamiz, Nursin. Ay, yo'q, unaqa qilib qo'rqitma meni, Nursin. Bir yo'lni o'ylab topamiz hozir. Sen berganman deyapsan. Shalom, menga bunavi ekinlardan berib turingda, sabzavot kerak edi. Ber, senga do'kon emas, Nursin, bor yo'qini berdir. Oxirgitinnikiga boraylik, unga yasilib yalishga turgandi. Onasi g'alati, lekin borib ko'rishimiz kerak. Ha, aytgancha uyga borib ko'ramizmi? Ha, yur unda, ketdik uyga borib uni so'raymiz, qani u nima qilgan ekan. Ha, undan ko'ra ketdik, undan boraylik uyiga tez. Olonchitinni uyiga boramiz, xo'sh, mana buni uyi. Qaysi eshigida? Ha, xo'sh, mana bu uy. Salom Chetil, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zi yaxshimisan? Nima uyga kelyapsan vahim qilib? Nima bo'ldi? Senga mana buni ko'rsatmoqchiman, qara, biza ikki sen yasirib qo'ygansan. Nima sababdan? Sen jonon merga biror nima qilganmiding? Ayta ol, bizga qiziq shu kerak edi. Shu yaqin kunlarda nimadir qilmadingmi jonon mer bilan? O'z jonon mer mana uylarni tozalab qo'ydim. Kiriylarni toza bo'ldi. Endi ben buni polga yursangiz, yotsangiz ham bo'ladi. Rahmat qo'yaverang, o'zim siz uchun qilib berdim mana, jonajon. Mer, oling. Mana bu tozalab qo'ydim. Mazza qilib yurarsan endi. Silliq qarab ol. Yiqilmaysiz seni bemalol. Kimdir yopishtirib ketganda sizga. Ha, mana uchun sizni yasil qilgan ekan, bizlarni qizilib qo'ygan ekan jonon mer. Ancha qo'rqinchli, bizni haydab yuboraveradi. Nimadir dovsin chiqdim, to'xta. Kimdir keldi. O'tib ketdi, ko'ra. Oy, taksi kelibdi-yu. Jonon mer, oy, jonon mer kelibdi-yu. Ha, endi nima qilamiz? Jambol, endi biz qishloqdan haydalamiz. Yo'q, unaqa dema, Nursin, men haydalim yo'q. Ana jonon mer ko'rdi bizni. Hozir keladi. Endi sizlar ketishinglar. Jonon mer, bizni haydamang. Jonon mer, kechiring. Bizga tegishmang, jonon mer. Nima deyapsizlar sizlar? Ana uyingizda mana qog'oz topib oldik, jonon mer. Anati bizni haydamliysin deb qo'rqqandik. Ha, men uni prosta yozib qo'ygandim. Shunga biz vahim olyapmiz, qo'rqib. Bizni haydamaysiz sizmi endi qishloqdan? Shuni ayting, iltimos, biz aybsiz bo'laylik. Xo'sh, nima deysiz? Albatta yo'q, men sizlarni haydamayman albatta. Bemalol yursaga bo'laveradi, bizni sizlarni haydab sarmi? Ana yaxshi bo'ldi, kampor, biz haydalmaysizlar endi. Xo'sh, men dagi viloyatni o'ylab keldim endi. Xo'sh, aytgancha, men aytgan pulni oldingmi, kampor? Albatta yo'q, topolmadim pulni. Rahmat, bor ekansiz, jonon mer. Sen uyingni tozalaganding albatta. Xo'sh, ana endi bizni haydalmaydi, hamma narsa joyida. Xo'sh, ana endi ishlarni qilsam bular qo'rqib ketdim, meni haydaydimi deb jonon mer. Xo'sh, qorni ham och qolgandir, qishloqda. Ha, och qoldi. Ana menga pitsa kerak edi, kelmadimi, ko'rmadingmi? Yo'q, Chetil, ko'rmadik. Xo'sh, mana bu ishlarni ham endi qilsam bo'ladi, bemalol. Ertalabdan shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Hatto ish qilishga ham ulgurman, xo'sh, bularni terib hammasini. Sen Chetilga tushunmadim, mendan nima xohlayapsan buncha? Kechirasiz, men zakaz berganim, qani meni yetsam. Xo'sh, man cheeseburger olib mana uni beraman. Jonon merni uydan topgandim, bu senga. Rahmat, kampor, senga. Ha, nihoyat bundan qutuldim. Endi ishlarni qilaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar, sizlar bilan men Kampor, albatta biz tezroq